Minecraft oynab chiqayotgan chota nimaga juda sevdim. Sho maqaylar deb qol. Yo. Sho. Nima bu? What's up? Men to'xtamaman. Hamma yoshamayman. Men ozgina sayqlayman. Yo'q, video qo'yilgan ekan. Yo. Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Backcraft. Bugungi videoda biz men sizlarga ikkita modni obzor qilaman. Ishlasa ishladi, ishlamasa ketdi. Hozir men sizlarga birinchi modni ko'rsatishimdan oldin videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz. Do'stlar, sizlarga birinchi modni ko'rsatsam, bu mod Telegram kanalimda bor. Yo, alaysan, deydi. Qishlog'i gapiradi. Savdolashamiz. O'zimizdan gapirishga kimligini ko'rsataman. Bular bu yerda nimalar bor, lekin bu mod ishlamadi nimaga hozir. Yo, alaysan, deydi. Endi nima qilaman bu yerda? To'g'ri Yo, alaysan, deydi. Nima deydi? Zombi kelyapti deydimi? Yo, alaysan, deydi. Oy, bu mod cho'taning nimaga yo'qonish. Maslahat beraman. Keyingi modimiz mana bu mod. Yer bularni sizlarga epik narsalar. Mana shu bilan mazza videolar bo'ladi. Bu mod Telegram kanalida bor. Telegram kanal bo'lsa video havolasi ostida. Kommentarda so'zlasangiz bo'lgan bu modni mazza qilib olib qarz qo'yganligingiz mumkin. Minecraft'da qo'shasizlar va kitob bo'lgandan so'ng mod bo'yicha qo'shsalaring mod ishlamaydi, lekin sizlar olgan narsalar qolib ketadi. Ko'ryapsizlarmi qanday zo'r mod bu? Ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Shu mod yoqqan bo'lsa videoga birinchi mod yoqqan bo'lsa videoga like bosamiz. Ana shu ikkinchi mod yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lamiz. Video mayli kam bo'lmasin, biz bu yerda mayli birozgina o'ynaymiz. Aman, ha? Evet. Bu olmadı bu mol. Özellikle sokin yani. Bu mesela benim ya hameli hayır. Okay, video qolmasa videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar. Video tugadi. Xayr do'stlar. Sizlarga ishonaman. 20 ta like qilsanglar ikkinchi qismda 5 ta mod obzor qilaman. 10 ta obunachi qo'shamiz. Go.